YouTube'ga video qo'yganimda hech qanaqa bir odamlar soni yo'q, hech kim ko'rmayapti. Shunga bir haftada bir haftada 2 video qo'yishga qaror qildim. Xo'sh. Mana bu mening akkauntim. Hamma biladi, hamma ko'rgan. Mana zaxiralarni ham ko'rsataman. Internet qotmoqda. Mana zaxiralarni ham ko'rsatdim. Endi kommentariylarga yozinglar. Faqat bitta futbolchini yozasizlar. Men o'sha futbolchini o'zini pozitsiyasiga qo'yib komanda tuzamiz. Men o'sha komandada birorta bir streamer yoki live o'yinida qatnashaman. Keyin kommentariyga yozib ketasizlar, qancha vaqt o'ynashimda yoki bo'lmasam qaysidir streamer bilan o'ynashimda yozib ketasizlar. Faqat bir oydan oshmasin, chunki meni turnirim bor. Sizlarga ishonaman. Obuna bo'linglar.